savol javoblarimiz nimalardan iborat bo'ladi? O'zi unaqa ko'p emas, bo'lsa bir 15-20 tadir maksimum bor savollarimizni. Iloji boricha men savollarimni beraman. Kecha o'z bilan gaplashganingizda qanaqasingiz savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, jonli efirda menga bering deb bergan. Qisqa va lo'nda siz ham javob berasiz. Men savollarimni qisqa va lo'nda qilaman va shu bilan primoy efirda tugatamiz. Sababi bu yerda juda ham ko'p odam shunchalik bizani hurmat qilib bu yerda kutib o'tiribdi, qarab o'tiribdi, masalaga oydinlik kiritishimizni xohlayapti. Hammani o'zini ishi bor. Shu qatorda sizni ham. Xo'p, agar tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu 10-15 ta savollarim bor. Shu savollardan keyin bemalol hammamiz o'zimizni ishlarimiz bilan yana ham mashg'ul bo'lamiz. Tayyormisiz? Tayyorman aka. Xo'p, avvalambor meni ismim Javohir, tanimaganlar uchun, chunki bu yerda yana yangi obunachilar ham bor. Ismim Javohir, familiyam Sultonov. Dalil-uz ommaviy axborot vositalari rahbari va asoschisiman. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan, ya'ni o'sha Koreyadagi Nozimaning o'limi yoki uni o'ldirilishi. Bizda hozir bu narsa albatta hozircha vaqt bo'lib turibdi. Shu muhokamalar bo'yicha biz o'zimizning jurnalistik surishtiruvlarimizni amalga oshiryapmiz. Bugun mana siz bilan gaplashdik, kecha qizni onasi bilan gaplashdik, Koreyadagi yugan qizlar bilan gaplashdik, ko'pchilik bilan va bu narsa hali o'zini nihoyasiga yetgani va yana darshi davom etadi. Xo'p, demak bizning birinchi savolimiz, Avaz aka, siz o'zingiz Nozimani o'zini o'zi osib o'ldirganligiga ishonasizmi? O'zimmi? Bugungi savollarim hammasi faqat sizga. Yo'q. Ishonasizmi demoqchimisiz? O'zimni ichki nimani so'rayapsiz? Savolimni qaytaraman. Marhuma Nozimani o'zini o'zi osib o'ldirganligiga siz ishonasizmi o'zingiz? O'zini o'zi osib o'ldirganligiga birinchidan men o'sha yerda bo'lmaganman, osilgan holatini ham ko'rmaganman. Bizga Farida opa, Melisaxona bilan gaplashgan, yonimda yurgan opa. Chunki Nozimani opasi bu. Nozimasining qo'lida ishlagan opasi bu. Bu yerda bizga yordam berayotgan inson bo'lgani uchun bu aytayaptiki menga Melisaxona bizga qog'oz berdi. Bu o'zini o'zi o'ldirgan. Deyapti-da, o'zini o'zi o'ldirgan. Melisaxona ham o'zingizning fikringizni aytib o'tib keting. Bizga u Farida opa bilan ular bilan hali yana alohida chiqishamiz. Chunki har bitta odam bilan alohida gaplashishimiz kerak. Savolimni Mani fikrimcha buni politsiya hal qiladi. Men buni onasiga ham boshda aytganman. Agar avaziga savolim menimcha siz tushunmadingiz. Kim hal qiladi demayapman. Yana bir marta qaytaraman. Menimcha siz tushunmadingiz. Nozimaning, marhuma Nozimaning o'zini o'zi o'ldirilishiga, ya'ni o'zini o'zi osib o'ldirganligiga siz o'zingiz Koreya yangiliklari bo'lib ishonasizmi? Bu narsa hali ochiqlanish kerak, lekin ichimda, meni o'zimni ichimda o'zini o'zi osgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Siz o'zi shunaqa deb o'ylaysiz. Siz ijtimoiy tarmoqlarda o'zini o'zi osdi deb o'sha xabarni siz chiqardingiz. Demak, siz hozirgi gapingiz bo'yicha shu, ya'ni oldingizda o'tirgan Farida opani gaplariga siz ishondingiz va o'zingizdan shunaqa deb o'ylaysiz. Melisa ham bizga telefonda xuddi shunaqa deb aytgan, men eshitib turgandim o'sha paytda. Xo'p, tushunarli. Birinchi savolingizga javob qabul qildik, savolimizga javob. Ikkinchi savolga o'tadigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda qo'lingizga butilkani olib, Nozima aroq ichib va shuni orqasidan mana butun bir boshli qiz, guldek qiz barbod bo'ldi. Go'yoki sizning videoyingiz shunaqangi targ'ib qilinganki, bu qiz bu arog'i ketidan ketdi, shu aroqni ichib shundan bo'ldi degan g'oya oldinga surilgan. Siz u qizni Nozimani spirtlik ichimlik iste'mol qilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Siz boshdan bering savolingizni. Savolimni yana bir marta qaytaraman. Ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni o'zingizning profilingizda siz butilkani shunda qo'lingizga, bunda qo'lingizga butilkani ushlab turib, ya'ni aroq shishasini ushlab turib, mana shu aroq orqasidan butun bir boshli qizni hayoti parcham bo'ldi deb, ana o'sha qotillik bo'lgan uyda kelib otdingiz. Go'yoki bu video bilan siz aytmoqchisizki, mana shu aroq orqasidan ketdi deb. Savolim shundan iboratki, siz marhuma Nozimani spirtli ichimlik iste'mol qilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Siz savolingiz noto'g'ri ketyapti. Men savolingizni siz savolimni aylantirib beryapsiz-da. Men o'sha yerda gapimga javob beraman. Gapimga javob beraman. Spirtli ichimlik sabab, bu ham bitta sabab. Sabab, demak ichimlik tushundik. Xo'p, lekin siz o'zingizni ko'zingiz bilan ko'rganmisiz spirtli ichimlik ichganligiga? U ayolni ichganliginimi? Nozima, marhuma Nozimani. Yo'q,
ichganligini ko'rmaganman, lekin o'sha voqeaga o'sha Rahmat. spirtli ichimlik Tushunarli. sabab deb men videoda aytganman. Bo'ldi, rahmat. Demak, ko'rmagansiz ichimlik ichganini. Biz javobingizni qabul qildik. Xo'p, endi keyingi savolga o'tamiz. Nima uchun marhumani obro'siga putur yetkazadigan so'zlar bilan efirga chiqyapsiz? Ya'ni bu fohisha, buni ham onasi fohisha, challenge qiling deb. Nima uchun siz marhumaga nisbatan bunaqa obro'sizlantirishga qaratilgan videolarni qilyapsiz? Ya'ni shu fohisha bu, challenge qiling deb. Nima, siz ayollarga qanaqadir bir shaxsiy adovatingiz bormi yoki Nozimaga? Nimaga u shaxsiy hayotga aralashsa bo'laveradimi sizga savol? Hech kimni shaxsiy hayotga aralashishga hech kimning haqqi yo'q. Bu haqida hozir siz haqingizda gap ketyapti. Ya'ni siz bu fohisha challenge qilinglar deb butun hammaga targ'ib qilyapsiz. Siz Nozimaga shaxsiy adovatingiz bormi yoki uni fohishaligini bilasizmi yoki ayollarga shaxsiy adovatingiz bormi? Savol shundan iborat. Siz qisqa savollarga sizchi savollaringiz bor-ku, ketyapti-da, javoblar 3-4 ta joyga aloqador-da, tushunyapsizmi? Demak, sizga yana ham qisqaroq savol berga. Yo'q, qisqaramay savolingizni siz menga. Sizga tushuntirib, mana sizga savol. Bu savolingizga javob berish uchun siz o'zi Nuripang nimaligini bilib oling. Nima degan Nuripang degani? Yo'q, bu Nuripangning nima aloqasi bor bu yerda hozir? Nuripang desa nima bo'ladi odam? Siz Amerikada turib olib, Koreyani savolini tushunmaysizda siz. Nuripang nimasini tushunmayman? Nuripang degani aroq ichib, karislarga aroq quyib sizga oldin tushuning siz. Karis ashula aytadigan karaoke bo'ladi-ku. Xo'p, karaoke, xo'p. Ha, o'sha yerda o'tirib, karislarga aroq quyib berib, karislarga aroq quyib berib, ha, o'sha bu yerini ushlatib o'tiradigan joy. Demak, men tushunishim bo'yicha yerda karaoke ham endi spirtli ichimliklar bo'ladi va o'sha yerda hamma emas, endi ayrimlar kelib shu tanasini, ya'ni ayollar tanasini ushlattirib o'tiradi. Siz shunaqa demoqchisiz, men to'g'ri tushundimmi? Ha, Nuripang degani shunaqa joy. Nuripang deganmi? Ha, Nuripang. Nuripang, shu Nuripangning rahbari oldingizda o'tiribdi, Farida opa. O'sha qizlarni ishlataman deb efirda aytgan. Men Nuripangda mani ishxona O'ziga savol beryapsiz. siz menga savol beryapsiz. Siz hozir tushunarli. to'xtab turing. Bo'lmasa, to'xtab turing. Yo, to'xtab turing. Baqa savolingizni tugatib olingda, keyin menga berasiz. Tushundingizmi? Tushunarli. Nima uchun yana boyga savolimni qisqa va lo'ndasiz, siz fohisha challenge deb e'lon qilasiz. Challenge qilinglar. Bu fohisha deyapsiz. Ya'ni oldingizdagi ayolga gapingiz o'tsa agarda jin tiling deb fohisha challenge qilinglar deganimni isbotlab berasiz? Albatta isbotlab beraman bu efirimdan keyin. Tarqatinglar dedim men. Ha, o'sha tarqatinglar, fohisha tarqatinglar, challenge dedingiz. Siz so'zma-so'z challenge kiradi. Qo'rmenda. Yo'q, aka qarang. Buni nima demoqchi bo'lganimni siz javob beribsiz. Shaxsiy hayotimga aralashdimi? Mana aralashdim. Javob tushunarli bo'ldimi? Yo'q. Savolimni siz eshitmayapsiz meni. Siz marhuma Nozimani fohisha ekanligini o'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz? Videolar kelib, sizga videolar kelgan-ku. Men birovni taydayotganini ko'rmaganman, lekin rahmat. Mana shu javobingiz bizga yetadi. Mana bu haqiqiy mujikcha, erkakcha javob bo'ldi. Katta rahmat sizga. Endi sizga navbatdagi savol. Koreyadagilar biladi, nimaligini biladi. Koreyadagilar biladi. O'z rahmat kattakon, qabul qildim javoblaringizni. Nima uchun siz, ya'ni Koreya yangiliklari admini Avaz aka, qotillik joyiga kirdingiz, butun vaziyatni ko'rdingiz, to'g'rimi? Ijtimoiy tarmoqlarda mana kuzatyapsiz. Nima uchun siz aynan Sherzodni qotil deb o'ylamayapsiz? Chunki politsiya o'zi shunaqa gumonga borib, o'sha politsiya bu yerda qotillik alomati yo'q deyapti. Tushunyapsizmi? Demak, lekin oxirigacha tekshiramiz. Lekin qotillik alomati yo'q deyapti. Bu politsiyaning fikri. Menga politsiyaning fikri qiziq emas, menga aynan sizning fikringiz qiziq. Siz nima uchun? Yo'q, biz politsiya fikrini olamiz. O'zimizning fikrimizni bildirmaymiz biz. O'zingiz fikringiz yo'q, sizning bu savolimga o'zingiz fikringiz yo'q. Politsiya beradi u narsani. Yo'q, tushunmadingiz. Sizning fikringiz, mana siz o'zingiz nimaga o'ylamayapsiz? Mana shu odam, ya'ni Sherzod qotil emasmikan degan, nimaga shu narsani siz o'ylamayapsiz? Men o'ylayapman. Kim aytdi siz o'ylamayapsiz deb? Yo'q, so'rayapman-da o'sha. Demak, shu odam ham qotil bo'lishi mumkin degan sizda ham gumon bor, to'g'rimi? Ha, bor. Chunki men eshitdim buni, men birinchi buni qotilligini men isbotlamoqchi bo'lib, men harakat qilib yuribman hozir.
Rahmat, qabul qildim. Xo'p, keyingi navbatdagi savolimiz. Nima uchun marhuma Nozimani tan jarohatlarini va uyga kirganingizda shunaqangi dahshatli ko'rinish holatlarini o'zingiz guvohi bo'ldingiz, to'g'rimi? Bu joyga mana emas, aynan siz kirgansiz. Nima uchun siz darhol politsiyaga qo'ng'iroq qilmadingiz? Politsiya kelib ketib, o'ziga kerakli narsalarni olib ketib, u uyni tozalab, yig'ishtirib tashlayveringlar degandan keyin biz kirganmiz bu yerga. Xohlasangiz, bu bo'yicha sizda dalil isbotingiz bormi? Surishtirib olasiz. Ha? Xo'p bo'ladi. Bu bo'yicha, ya'ni siz mana hozir savolimga javob shunaqangi berdingizki, politsiya mendan oldin kelib, o'sha kerakli narsani olib ketib bo'lgan va undan keyin biz kirdik deb aytyapsiz, to'g'rimi? Shu javobingizni qabul qilaylikmi? To'xtab turing. Javobim qo'shni eshiting. Biz politsiya kelib, uyni polni tozalab, o'ziga kerakli narsalarni olib ketgandan keyin to'xtab turing. O'ziga kerakli narsalar toza emas-ku, hamma bardak edi-ku. Nega uy toza deyapsiz? Mana shu joyga yana qilib keting. Eshittirsiz, savolni eshiting, javobni eshiting. Eshitaman. Politsiya kelib, o'ziga kerakli narsalarni olib, politsiya deyapman. Politsiya kelib, o'ziga kerakli narsalarni olib ketgandan keyin, o'sha uyni egasi menga ichidagi narsalarni yig'ishtirib tozalanglar. Endi betga boshqa odam qo'yaman degandan keyin biz kirganmiz u yerga. Tushunarli. Savol endi bu yerda qo'shimcha qilib qo'ymoqchiman. Sammi ikkalangdan bittasi aytganki, politsiya ruxsat bergan yo'q edi deganda, o'sha yerda videoda tushib qolgan. O'shani nima qilyapsiz siz? Tushunib turibman. Biz o'sha kuni nimadan Pudonsandan ruxsat olib, ya'ni bu yerdagi uyni egasi degan ma'noda bildiradi. Sabr, gapira oling. O'sha xonadonning egasidan biz uyga kirib, ruxsat olib, narsalarni olib chiqib tozalab tashlanglar, bu yerga boshqa odam qo'yaman. Tozalab beringlar bu yerda degandan keyin biz kirib, video qilganmiz. Biz o'sha narsalarni Sherzod sen o'zing tozalading. Sherzodni o'zi uyni egasi tozalab tashlayver degandan keyin tozaladi. Buni biz politsiyadan so'rab keyin qildik. Mana javob sizga. Xo'p. Ijtimoiy tarmoqlarda javobingizni qabul qildik, mayli, xo'p. Demak, politsiyadan keyin siz kirdingiz. Sizni savolingizga javob shuna, politsiyadan keyin hamma narsani o'sha ko'rib bo'lgandan keyin siz kirdingiz, to'g'rimi? Biz to'g'ri tushunamizmi javobingizni? Uzr aytdim, nima kelib qoldi, eshitmay qoldim. Yo'q, yana bir marta qaytaraman. Demak, siz javobingiz bo'yicha politsiya o'sha kelib bo'lgan va siz o'shandan keyin ruxsat bilan, ya'ni xonadonning egasi ruxsati bilan siz kiryapsiz uyga. To'g'ri tushundimmi javobni? Ha, o'sha bizga kerak emas u xonalar degandan keyin tozalab beringlar bizga, xonamiz boshqa kvartirani qo'yamiz degandan keyin biz kirib narsalarni olib chiqib, Mununga aytganman, narsalarni olib chiqib ota-onasiga jo'natib yubordim. Uyni topshirib yuborgan keyin. Tushunarli. Xo'p, avvalgiga o'z necha yildan beri Koreyada yashaysiz? 10 yil bo'lib qoldi. 10 yil bo'lib qoldi. Qarang, men ham Amerikada shunaqangi srokda yashayman, ancha yildan beri, barchamizga ma'lum. Nafaqat Koreyada, balkim butun jahon bo'yicha, Amerikada bo'ladim, hattoki O'zbekistonda bo'ladim yoki Koreyada bo'ladim. Dunyoning barcha mamlakatlarida agarda bunaqangi alomatlar bilan yoki mana qotillik alomatlarini ko'rib, aynan shu uyda o'lik chiqqanini ko'rib kelgan politsiya xodimi albatta u eshikni pechatlaydi va har bir mayda detallarga nomer qo'yib chiqadi. Men sizga aniq bir ishonch bilan ayta olamanki, siz kirishingizdan oldin politsiya u xonaga kirmagan. Zero agarda politsiya xodimi yoqqa kirgan bo'lganida, albatta bu narsani pechatlab qo'ygan bo'lardi. Lekin sizning gapingizni men baribir ham qabul qilaman. Ya'ni siz politsiyada kelib bo'lganidan keyin siz u xonadonga kirgansiz. Qabul qilaymi shu javobni? Rahmat kattakon. Mana endi sizga bitta narsani qo'shib qo'ying. Siz aytyapsizki, Amerikada yurarkansiz, o'sha xonadonga kelgandan keyin politsiya pechatlab tashlaydi deyapsiz, to'g'rimi? Agar to'ppa-to'g'ri shunaqa. Jinoyat alomatlari bo'lgan joyda nomerlar, detektivlar kelib o'rganadi u joyda deyapsiz, to'g'rimi? Detektivlar emas, ekspertlar keladi. Ekspertlar kelib o'sha o'rganib ketgandan keyin bizga u xona kerak emas, tamom degandan keyin u topshirib yuboringlar u xonani, boshqa odamga berib yuboringlar degandan keyin biz kirganmiz. Mana shunaqa deganmi? Qo'limgali shishani olib, siz hech kim ahmoqsiz demayapti. Siz hech kim ahmoqsiz demayapti. Politsiya demak sizga shunaqa degan, to'g'rimi? Bo'ldi. Politsiya menga unaqa demagan. Politsiya biz aytganmiz uyni egasiga. Uy egasi. Uyni egasiga borganmiz, politsiyaga emas.
Biz Politsiya kelganini qayerdan bildingiz? politsiya kelganini qayerdan bildingiz? Mhm. Ular aytyapti, tozalab, uje kerakli narsani olib ketgan. U voqea Bular bo'lgan kimlar paytda yani? politsiya kelgan. Bular deganingizda kimlar, ya'ni aniqlik kiritib keting-da. Oting nima? Sirojiddin bilan Sherzod. Sirojiddin bilan Sherzodni gaplariga demak siz ishondingiz. Politsiya kelib ketdi degan gapiga. Yo'q. Oldimda telefonda ham gaplashdi. O'sha xonadonning egasi ham aytib turibdi bu narsani, tushunyapsizmi? Bo'ldi, o'sha bu xonani yig'ishtirib olib chiqib ketinglar, musor deyapti. Ichidagi narsa musor. O, даже musor. Tushunarli, rahmat sizga kattakon. Savolingizni albatta biz qabul qildik. Navbatdagi savolga keladigan bo'lsak, nima uchun Nozimani tan jarohatlarini ko'rib va shu uydagi holatlarni barchasini mana o'zingiz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Nima uchun internetda bu narsani muhokama qilmaymiz deb aytyapsiz? Nima uchun muhokama qilish kerak emas bu mavzuni? Ya'ni jinoiy alomatlarni ko'rib va marhuma Nozimani og'ir tan jarohatlarini ko'rib, nima uchun bu narsani muhokama qilmaymiz deyapsiz. Bu gaplaringizdan ijtimoiy tarmoq faollari va shu qatorda jurnalist blogerlar ham go'yoki siz bu tomonga yon bosyapsiz, nimagadir ishni tezroq yopdi qilmoqchisiz degan go'yoki shunaqangi xayolga kelyapmiz. Nima uchun bu narsani biz muhokama qilishimiz kerak emas? Tan jarohatlarini ko'rib va bu xonadagi bu bardakni ko'rib. Qarang, bu savollaringizcha uzunroqda, qarang, men qisqaroq qilib javob berishga harakat qilaman. Siz aynan videoyimda ham gapirganman, xuddi shu lafzda gapirganman. Marhumani vafotini muhokama qilmaymiz deganman. Men nimani aytganman? Marhuma o'zini osibdi, bunga janoza o'qilmaydi. Bu o'zi yaxshi qiz emas edi, o'shaning uchun bir hali nima deydi, bir kasofat bo'ldi bu narsa, Allohdan keldi degan kommentariyalar yoki bildirishlar, shunaqangi masalan o'zini o'zi o'ldirganda bizni O'zbekistonda yoki musulmon jamiyatida noto'g'ri anaqa bo'ladi-ku, aslida ham o'zi shunaqa. Men aytgan narsa marhuma o'zini o'zi o'ldiradimi? O'zini bir kasallik bilan o'ladimi? Uni biz muhokama qilmaylik. Hali u jannati, u do'zaxi deb muhokama qilmaylik degan ma'noda menda o'sha u video montajdagi videoda to'liqlari ham bor. O'sha yerda ham o'zi videoni ko'rgan odam ham tushunadi, chunki yonimda 50 ta odam ham turadi. Hammasi guvohlik berishi mumkin. Men aytdimki, marhumani o'zini osganligini yoki o'z joni, o'zini bir kasalligi bilan o'lganligini, bizda shunaqa narsa bor, o'zini osdi desa, tezda negativ. O'sha negativ bilan qabul qilib muhokama qilmaylik degan ma'noda aytganman. Har bitta so'zim zapisda turibman, o'chirmaganman. Yo'q, ko'rdik uni o'chirganingiz yo'q, u narsalar turibdi. Prosta bizga qiziq bo'layotgan narsa tan jarohatlarini ko'rib tur. Xonadagi qotillik alomatlarini. Siz noto'g'ri gapiryapsiz-da. Siz noto'g'ri gapiryapsiz. Tan jarohatlarini ko'rib turib deyapsiz. Siz meni oldimda turibsizmi o'sha kuni tan jarohatini ko'rganimni qayerdan bilyapsiz? Qarang, men sizga shu savolingizga javob beraman. Eng qizig'i, men ham yerda bo'lganman. Men qanaqa ko'rdim, nima deb o'ylaysiz? Men Amerikadaman. Siz hattoki Koreyadasiz. O'sha savolingizni bersangiz, men javobini beraman aka. Qarang, nima deb o'ylaysiz? Siz Koreyadasiz, o'likni oldasiz, to'g'rimi? O'sha atrofda yuribsiz, to'g'ri? Endi siz yuvintirgani kirmaysiz ayol kishini-da. Men lekin Amerikadaman, Koreyada emasman. Lekin men ularni ko'rdim. Men qatdan ko'rdim va ijtimoiy tarmoqlarga ham e'lon qildim. Siz Koreyada bo'lib turib qanaqasiga ko'rmasligingiz mumkin? Va bu mavzuni siz olib chiqyapsiz. Sizga savolingizga lo'nda qilib javob beraman. Hop. Men marhumani yuzini ham ko'rmaganman. Nimaga desiz? Chunki marhumani yuzini onasi mendan iltimos qiluvdi. Yuzini ko'rsatinglar borib, bolamni yuzini ko'ray dedi. Siz qisqa javob olmang-da, va to'liq javob oling. Siz qisqa javob olmang, to'liq javob. Yo, o'zingiz lo'nda javob beraman deganingiz. Qarang. Men vaqtim bo'lmadi, borib yuzini ko'rsatishga, haligi onasiga. Chunki o'sha paytda 3-4 ta shaharda vafot etgan musulmonlar bor edi. Meni vaqtim bo'lmagani uchun onasi mana shu advokat emas ekan, bir tarjimonmi nimadir dedi-ku. O'sha Sitoraga davirnis bergan. Menga aytmagan uni. Sitoraga davirnis bergan. Davirnisni nima uchun bergan? Marhumani borib yuzini ko'rsating menga deb bergan. Uni Sitorada borib yuzini ko'rsatgan. Marhumani onasiga yuzini ko'rsatgan. Hali marhumanimda yuzi turgan rasm Sitorada borib onasiga ko'rsatgan paytda menimcha onasi skrinshot qo'ygan uni.
Ha, xira kadrlarni aytyapsiz. xira kadr. Eng qizig'i haligi marhumanimda yorilgan joylari turibdi-ku. U kadrlarni ham men o'sha onasi tashlab bergan blogerlari internetga qo'ygandan keyin ko'rdim. Hattoki. Nimaga? Chunki men u qizni o'sha badaniga ham qo'lim tegib ketmasin deb tagiga narsa qo'yib biz olib borib berdik. Ayollar yuvdi. Ayol albatta. Ayollar yuvdi-da, men u rasmni kim olganligini, yuvayotgan odam olganmi yo bu yoqda Koreyada yoki o'sha yoqqa borganda onasi o'zi olganmi, undan xabarim yo'q. Men chunki yana bitta narsani qo'shimcha qilib ketishim kerak. Marhumani Koreyadagi o'sha tergov ekspertiza, yorib ko'rgan. Bu tamam. Men uni o'sha ekspertiza qanaqa e'tirozlar bo'lsa, Koreyaning politsiyasiga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Men o'zimni umuman ko'rmaganman. Xo'p, rahmat. Demak, siz o'z umuman ko'rmagansiz. Bizga juda ham qiziq bo'layotgan narsa, lekin u yerdagi yuvuvchi qizlardan bittasi bizga aloqaga chiqdi. Bu narsani ham biz ijtimoiy tarmoqlarga e'lon qilamiz. Men barchasini avazligiga, ya'ni Koreya yangiliklariga aytdim. Chunki bu juda ham shubhali, hamma yoq ko'karib yotibdi deb aytdim va buni savolga javob berib ketaveray. Hamma o'lgan odamni hamma yo'g'i ko'karmasdan nima bo'ladi? Aytdi, ya'ni. Nima deysiz? O'lgan odamni hamma yo'g'i ko'karmasdan nima bo'ladi? Aytingchi, qizaradimi yo sarg'ayadimi? Yo'q, hamma yo'q emas. Yo'q, qarang. Ko'karish bilan tan jarohatli umuman boshqa narsa. Misollar bu savolingizning javobi o'sha politsiyaga berasiz. Bu meni javobim emas. Xo'p, tushunarli. Endi bo'lmasa advokat savolingizga politsiyaga chiqasiz. Bu savolingizga javob qabul qildik. Navbatdagi savolimiz o'zi arzimagan savol qoldi bu yoqda. Siz Sherzod va Sirojiddinni oldindan taniganligingizni tan olasizmi? Sherzod va Sirojiddinni opa baqa isboti bilan gapiraymi yo gapirsam ishonaverasizmi? Men sizga primoy chiqyapman. Endi aldamasangiz kerak shunday odam. Aldamayman. Opani chaqirib. Yo'q, o'zingiz gapiravering. Bizga o'zingiz keraksiz. Faqat o'zingizning gaplaringiz bizga qiziq va obunachilik. Biz fakti bilan gapirib beraman. Bu bolani hayotimda ko'rmaganman, lekin bu bola meni taniydi. Sherzodni. Tushunarli. Endi men Koreyada hamma taniydi-ku. Mana o'tgan safar biz Ulug'bekni ishi bilan maki kelganimizda sen ikkalang aytdi ovqat yeb o'tiruvding-a? Men keldimda Ulug'bek degan bolani oqtarib yurdik biz. Mana ko'rdim bu videoni. O'sha bolani oqtarib yurdik, ko'chaga chiqib ketibdi deb. O'shanda kelib o'tiruvdi bolalar, to'g'ri. Keldi va men haligi sirazi qo'yib yuboraman-da videoni, montaj qilib o'tiraman. Shunday kelsam, aytdi ikkalasi ovqatlanib o'tiribdi. Shunday ko'rsatdimda, "Men taniysanmi?" dedim. Keyin bular, "Yo'q, tanirdik, bunaqa" dedi. O'shanda mana oshxonani sajani ham guvohlik berishi mumkin. Men bilan oldin tanimayman, o'sha videoda tushib qolgan bolalar bilan. Men bilan oldin tanimayman ham. Agar ishonmasangiz, advokat yollabsiz, o'sha advokat orqali surishtirib olsangiz bo'ladi, Koreyadagi advokat. Albatta. Yo'q, endi bu qarang, har bitta gapga advokat deyapsiz, u advokat mayli. Men просто siz bilan как insongarchilik sifatida va jurnalist surishtiruvchi bo'ldi, rahmat. Demak, siz umuman undan oldindan tanish emassiz. Rahmat javobingiz uchun. Endi navbatdagi savolimiz sizga ozgina qiziq tuyulishi mumkin, lekin bu butun jamoatchilik fikrida juda ham keng muhokamalarga sabab bo'lyapti va hammaga qiziq bo'lyapti. Siz nima uchun internetda, misol mana o'zingiz sahifalaringizda yig'lab o'zingiz shunaqangi ko'rsatyapsiz? Bundan nima sizni yoki kimdir xafa qildimi bu yoki kimdir sizga tuhmat qildimi, siz bunaqangi yig'layapsiz? Bu narsani biz bilasizmi nima deb tushundik? Jamoatchilik fikrida shunaqangi inson psixologiyasida shunaqangi narsa borki, o'zini jabrdiyda ko'rsatish, bechara ko'rsatish, yig'lasa insonlar bunga rahmi keladi. Biz shunaqa narsa tushunamiz. Shu bo'yicha ozgina o'zingiz izoh berib keta olasizmi? Men to'g'risini aytaman, men o'zi ko'ngilchan odamman. Judayam ko'ngilchanman. Oddiy hayotda, masalan, yonimda o'tirgan odam ham bitta gap gapirsa, siraz ko'zimga yosh keladi. Chunki men har kuni o'lik ko'raman-da, ko'nglim nozi, siraz yosh keladi. Bu meni tabiatimdan shunaqaman o'zi. Lekin men jamoatchilikni fikrini yig'lab, boshqa qilib, men o'zgartirishni, men har doim aytib kelganman, insonlar uchun men hech qanaqa ijtimo qilmayman, insonlarga yoqish uchun. Kimgadir yoqish uchun ijtimo qilmayman. Javobingizni qabul qilamiz. Rahmat kattakon.
Navbatdagi savolimiz, nima uchun Sherzodni barcha dalillar bilan uydagi kirgan voqeani ko'rdingiz, hammasini va mayitni ahvolini ko'rdingiz internet orqali. Endi o'zingiz ko'rmagansiz, ayol kishi, u bunga anaqa yo'q. Nima uchun darhol uni politsiyaga borib topshirmadingiz? Ya'ni politsiyaga mana tan jarohatlari qizi, ahvoli mana bosh yorilayotgani, ko'zi ko'karayotgani va mana u uyda birga yashagan Sherzod. Mana uyga ahvoli kirganida shunaqangi dalillar bilan, nafaqat telefon qilib chaqirish, qo'lidan ushlab turib, nima uchun olib bormadingiz? Savolingizni tushundingizmi o'zingiz hozir? Men tushundim, siz tushunmadingizmi? To'xtab turing. Hozir savolni boshqatdan beringda, javobi o'zi bilan. Xo'p bo'ladi. Qarang. Nima uchun siz agar shunaqangi insonparvar, xalqqa o'ylaydigan, agarda siz Sherzodni yonini olmaydigan inson bo'lsangiz, nima uchun barcha dalillarni ko'rib, ya'ni Nozimani tan jarohatlarini butun ijtimoiy tarmoq, hattoki men ham ko'ryapman bu narsani, siz ko'rmasligingiz bo'lishi mumkin emas. O'sha barcha dalillarni, Nozimani tanasini nazarda tutib aytyapman, marhuma. Bu dalil, bu narsani olib va xonaga kirganingizdagi ahvolni ko'rdingiz, to'g'rimi? Qotillik alomatlari nahotki sezmagan bo'lsangiz. Nima uchun shu narsalarni hammasini videoga olib, to'g'rimi? Videoga oldingiz. Politsiyaga borib murojaat qilmadingiz. Ya'ni hozir o'lim holati bo'pti, o'zini o'zi osib qo'yibdi. Mana bu bolani gapiga qaraganda, ya'ni Sherzod bilan sizga ikkingiz gaplashganingizda Sherzod aytganki, sizga siz so'ragansiz, zo'r savol bergansiz. Men o'shanda gap yo'q dedim. Urishdinglarmi, nima bo'ldi deganingizda Sherzod aytdiki, ha, ozgina janjallashdik dedi, to'g'rimi? Bilyapsiz, xabaringiz bor, uyda janjal bo'ldi, ko'rinib ham turibdi. Bolani o'zi ham tan olyapti Sherzodni o'zi. Siz ham o'sha hamma narsani olib turib, nima uchun politsiyaga dalillar bilan ko'rsatmadingiz? Qizi tanasi va bu Sherzodni urdi deyotgan videolari bilan, ya'ni to'yis urishdim degan videolari bilan va o'sha xonadagi bardak. Savolimni tushuntira oldim deb o'ylayman. Bo'ldi, zakonni savol zo'r aka. Rahmat. Hozir aka, 1 minut mana. To'xtab turing 1 minut. Savol yaxshi. Hozir. Javobini qidiryapsizmi? Yo'q, men sizga bittasini ko'rsatmoqchiman. O videoni ko'rdingizmi? Dokumentlarni olib keldik. Mana ID karta, O'zbekiston nima, Koreya prava, O'zbekiston pasportimiz, milisadan ruxsatni olib, keyin molxonaga boramiz. Hozir molxonaga bordik, bermadi. Milisadan ruxsat olib keldi. Endi kirib ketyapmiz chetga. Keling. Milisaxonaga keldik. Izoh berib keting. Siz o'zi men videolarimni ko'rib savol turdingizmi o'zi? Ha, ishonavering. Bu savolga o'zingiz bitta izoh berib ko'rsatgan videoyingizga bitta izoh berib o'tib keting. Siz hozir shunaqa savol berdingiz, uzr-u, men sizga boshqatdan savolingizni tushuntirib beraman. Siz aytdingizki menga, nimaga ana Sherzodni uyga bordingiz, urishdim deb aytyapti sizga. Marhumani ijtimoiy tarmoqlarda tanasini ko'rdingiz, onasi tomonidan bo'lsa ham chiqarilgan rasmlar orqali. Ashyoviy dalillar. Nimaga shu ashyoviy dalillarni politsiyaga topshirmadingiz deyapsiz, to'g'rimi? Ha, politsiya o'zi berdi-ku bizga. Nimani berdi sizga? Ha, marhumni ham politsiyadan olamiz biz. Politsiya kelib olib ketadi. Politsiya o'zi o'sha yorib ko'radi, polni tekshirib ko'radi. Bu bizga o'sha holatda beradi politsiya. Politsiya ochib tekshirib ko'radimi? Ekspertiza qiladi. Uni biz qilmaymiz. Yo'q, uni siz qilmaysiz. Uni med ekspertiza bor va sud med ekspertiza bor. Va bular bir-biridan yaxshigina farq qiladi. Politsiyani ishida o'sha Koreyada mani ishim emasda, politsiya o'shani qilib, keyin bizga bergan o'zi u politsiyani ishi emas bu. Tushunarli. Politsiyani ishi emas. Men prosta savolimni tushunmadingiz siz. Ko'rdingiz-ku, siz olib borgansiz, politsiyaga borgansiz. Men sizni tushundim. Politsiyaga borgansiz. Men nimaga unga borganini aytishim kerak buni. Bu yerda qarang. Nima uchun bunaqangi savol beryapmiz? Nima uchun jamoatchilik fikri o'zgaryapti? Xonaga kirganingizda, chunki pechatlanmagan, tushunyapsizmi? Siz endi Sherzodning gapiga ishonyapsiz. Politsiyaga berasiz. Politsiyaga berasiz. Yo'q, politsiyaga bermayman, men siz bilan gaplashyapman-ku. Qarang, siz tushunmayapsiz-da bizani. Odamlarning jamoatchilik fikri sizga qiziq bo'lsa, o'sha narsani aytayapman. Kirgandagi politsiya ishi yopilmagan-ku. Hamma o'ylaydiki, politsiya kirmagan. Politsiya kirgan bo'lganda eti pechatlab ketgan bo'ladi. To'g'ri, siz Sherzodning gapiga ishonib qolib, "Ha, bo'ldi, politsiya kirib o'tdi-ku" deb kiryapsiz. Lekin siz 10 yildan beri Koreyada yashagan inson. Siz ularni bilasiz kerak edi. Hali savol bergan javobimni yana qaytadan so'rayapsiz. Xato qiladimi deb o'ylayapsiz shekilli. Men
o'sha uyni egasidan so'radim, u uyni egasi politsiyadan so'radi. Tushundingizmi? Tushundim. Men Rahmat. uyni egasidan so'rab kirdim. Qarang, uyni egasi aslida yerda Nozima edi, dokumentalniy, ha? Nozima yo'q endi, ha? O'ldi. Endi u uyni egasi kim? Karis, to'g'rimi? Biz uyga karisdan so'rab kiramiz, to'g'rimi? Yo'q. Biz karisdan so'radik. Noto'g'ri. Siz undan so'rashingiz kerak emas edi. Ko'p To'xtab turing, men gapirib olay. Biz karisdan borib so'radik, shu uyga kirsak maylimi deb. Karis politsiyadan